Huquqni muhofaza qilish akademiyasi bo'yicha 353 ball bilan o'z rekordimizni o'zimiz qayta yangiladik. O'tgan yili 330 ball bilan Sirdaryo viloyati bo'yicha birinchi o'rinlikni o'quvchimiz Lutfulla qayd etgan edi va butun respublika bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi, beshinchi o'rinlik 8 ta viloyat bo'yicha yagona ko'rsatkichni biz aynan qayd etgan edik. 17-iyul sanasida bo'lib o'tgan kirish imtihonlarida bu yil holat qanday bo'ldi? Huquqni muhofaza qilish akademiyasi bo'yicha rekord natijalarimiz qanday? 353 ball bilan o'quvchimiz Marjona DTMda 189 ballni qayd etdi. Ichki imtihonlar bilan qo'shganda 353 ball. Jizzax viloyati bo'yicha menimcha agar bundan baland ballar bo'lmasa, Jizzax viloyati birinchi o'rinligi aynan bizniki bo'ladi. Va bundan tashqari yana bitta Jizzax viloyati DTMda 175 ball bilan ichki imtihonlarni qo'shib hisoblaganda esa 319 ballni qo'lga kiritdi. Agarda bundan yuqori ball bo'lmasa, Jizzax viloyati ikkinchi o'rinligi ham aynan bizniki bo'ladi inshaalloh. Agarda bundan yuqori ballar sizda qayd etilgan bo'lsa, izohlarni yozib keting, umumiy ballarni ko'rib chiqamiz.